Tak, davom ettiramiz. Haligi efirda hammaga qilib gapiribman. Bemalol o'tirib oldim. Davom ettiramiz. Hozir xulosa qilamiz. Aslida siz kimsiz? Nega siz o'zingizni aynan hozir sevishingiz kerak? Nimadirga erishganingizdan keyin emas. Shu haqida gapiramiz. Keyin bundan keyin sizlar bilan ozgina gaplashaman. Sizlarni eshitaman. Hozir audiosini yozib oling. Davom etyapti. Efir. Yozib oling Telegram kanalimga. Mani Telegram kanalim bu mani bolacham. Uni eng ko'p sevaman. Instagramdagilar xafa bo'lmanglar-yu. No Telegram на первом месте все равно. Ikkinchi qismi. Tak. Illumina. Qani sevgi izhor qilmadingiz menga? Hali ham men kutyapman. Illumina sevgisi. Nima men faqat sizga sevgi izhor qilaman, Islomjon? Illumina. Shuncha sevgi izhor qildim. Bittagina ham ответный sevaman sizni Elizis demadingiz-a? Suxur bo'lishim kerak. Mana shuncha narsa tayyorladim bugun. Men shunchasiga keldim. Shetida shuni o'zi yetarli deb his qilaman. Chunki бесплатный сыр в мышеловке desam. Yo'q, unaqa emas. Бесплатный bo'lsa ham bu meni sizga sovg'am, cheksiz sevgim. Shuning uchun bugungi efir sizga bugun shirin tushlar olib keladi. Chunki tushingizda ham siz bilan ishlayman. Ovoz eshitilmay qoldi. Hammaga eshitilyaptimi ovozim? Hozir men tak, davom ettiramiz. Hammaga eshitilyaptimi ovozim? Mani sevgilarim, mani baxtlarim, mani bo'g'irsoqlarim, mani totoskalarim, kokoskalarim, quyoshchalarim. Yosh ko'rinishingizni sira bilan bo'lishim. Sira bu sevgi. Sevish o'zimni, hammani. Люблю, обнимаю крыльями. Ой, благодарю. Благодарю. Erib ketdik. Tak, men buni tugatib qo'yishim kerak. Hozir 1 sekundda o'tib ketdim. Tak. Biz xulosa qilib aytadigan bo'lsak, biza aslida kim ekanligimizni qidirsak, topolmaymiz kim ekanligimizni. Javob yo'q. Chunki buni men o'zim ham bilmayman. Asl tabiatimizga kelsak, biza juda cheksiz bunaqa bo'shliqmiz-da. Bo'shliq degani mana shu oppoq qog'oz qanday bo'lsa, ichida hech nima yo'q. Shunaqa kanalmiz. Bu kanal tanamiz orqali eshikka o'xshab ochiq bo'lib turadi. Biza orqali mana shu bo'shliqda, mana shu hech narsalikda hamma narsa namoyon bo'lishi mumkin. Hamma narsa, har xil energiyalar. Har bitta so'zim bu energiya. Buni sущность deydi ruslar, o'zbeklar instinkt deydi. Qo'rqib ketmaylik, bu shunchaki energiyalar, hammasi живой. Xunuklik energiyasi,
tam nafrat energiyasi, sevgi energiyasi, jannat energiyasi, hamma energiyalar. Hozirgi paytda har sekundda har xil energiyalar namoyon bo'ladi. Har sekundda, har onda biz har xilmiz. Qaysi energiya bizani sevishimizga, hurmatimizga, e'zozimizga talabchan bo'lsa, talabgor bo'lsa, o'sha energiya namoyon bo'ladi. Faqat biz tan olmagunimizcha uni, shu energiyani sevmagunimizcha, faqat biz uni qabul qilib, birlik, mana shu yagona Xudoni, yagona Allohni, yagona yaratuvchini, yagona ruhni bir qismi ekanligini tan olmagunimizcha u bizdan attestat qilmaydi. Kelaveradi. Men tishimni rosa qabul qila olmasdim-da. Oxiri qabul qildim, tan oldim. Даже Instagramda ko'p ko'rsatib yubordim sizlarga bitta storiesda meni tishlarim deb. O'shandan keyin u meni attestat qildi. Ya'ni biz mana shu qog'ozimizda mukammallikimizni, aylam bu ma'nosi bu hech narsalik, hech kimlik, cheksiz prostranstvo. Bu prostranstvodan har on, har sekund nima namoyon bo'lsa, uni biza sevgi bilan, hurmat, ehtirom bilan o'zimni tan olib tashlaman sizlarga hozir. Xohlagan narsam haqida gapirib beraman. Xuddi shunaqa gapirib, tan olib, shu narsani e'zozlab o'zimizdan o'tkazib yuborsak, все, u ketdi. Uni o'rniga boshqa energiyalar keldi. Rostdan ham men o'zimni uspешный qiz deb o'ylardim, keyin bilsam men ne uspешный ekanman, ham uspешный ekanman. Nima kritika aytilsa, menga nisbatan o'sha kritika demak hammasi menda bor. Но в то же время buni ichida hamma eng kuchli masterlar ham men ichimda bor. Men ichimda hamma narsa bor. Ham soya ham bor, ham nur ham bor. Butun jannat bor. Ichimda Allohni, Xudoni eng sof chistotasi ham ichimda bor. To есть men ichimda hamma bor. Nima qilibdi men bugun qiz bitta nima o'zingiz ovqat sho'rva zakaz qildim-da, endi o'zingiz pishirmaysizmi? Da, o'zim endi pishiraman. Sho'rva zakaz qildim, achigan sho'rva keldi. Aytdi, o'zingiz pishira qoling dedi. Da, o'zim pishiraman. Men pishirishni yaxshi ko'raman, lekin pishirishni. Har doim ham pishirishga ulgurmaydigan ayolman. Xohlamaydigan ayolman har doim ham. Bir xillari neakkuratniy bo'lishi mumkin. Bir xillari emas, ko'p hollarda. Ya'ni bu meni hech ham mukammal qilib qo'ymaydi. Chunki mana bu oppoq qog'oz mana orqali hamma narsa bor. Shuning uchun kritika menga umuman tegmaydi. Men shu sirim bilan bo'lishaman, chunki kritika qilsa tan olaman. U gapiryaptimi demak rostdan ham bor, bekordan bekorga gapirmaydi. Meni o'zimni sevishimga bu ta'sir qilmaydi. Chunki bir paytni o'zida butun borliq meni DNKlarimda bor. Butun cheksizlik meni DNKimda bor. Butun kuch, butun могущество, butun Xudo meni ichimda. Shu kuchli notkada tugatamiz. Lekin beradigan narsam ko'p. Qolganini retritda beraman. Kunduzi bo'lsin deyishdi qizlar. Shartli qo'ymanglar. Qaranglar, men agar o'zim menda hozir mamlakatda 5-avgustda 5 kunlik sayohatga ketyapman. Turkiyani buyda chekka qishlog'iga desam, juda ham moshniy joyiga, juda ham moshniy million yillik ozeraga ketyapman. Million yillik ozeraga. Ozera Van. Turkiyaning eng chekkasi ekan. Qalbim negadir o'sha yerda tortib ko'rib qoldim. Absolutno. Men u yerga borib o'sha moshnisni qabul qilaman. Bu moshnisni ham har bitta kurs ishtirokchimga o'tadi. Har bitta retritim ishtirokchisiga o'tadi. To есть menda bor narsa hammasi ularga o'tadi. Men sayohat qilaman. Vaqtini misol uchun o'shanda aytishsa, bugun soat 1da anaqa 2 soat vaqtingiz bo'ladi. Sraz boraman-da efir qilaman. Kunduz gruppaga shuning uchun постоянно kirib, gruppaning energiyasidan chiqmaslikka harakat qilishingiz kerak. Men o'shanga qarab efirlarimni o'tiraman.
Просто men to'xtatishni xohlamayman. Hech qaysi meni ishim, efirim, hech qaysi darslarim meni cheksiz qalban ruhan yashashimga. Men o'zimni qiynasam, agar sizlar uchun sizlar ham qiynalasizlar. Sizlar mendan qiynalganlik energiyasini xohlaysizlarmi yoki yengil cheksizlik? Men qancha baxtli bo'lsam, xuddi shunaqa sizlar ham baxtli bo'la olasizlar. Biz boshqa odamga zavidovat qilamiz-yu, uni xohlamaymiz, zo'r bo'lib ketishini, qolib ketamiz deb o'ylaymiz. Aslida unaqa emas. Aslida boshqa odam zo'r bo'lib ketayotgan bo'lsa, sizni zo'r bo'lib ketishingiz uchun yo'llarni ochib beryapti. Siz o'sha odamga masalan 1 yil ketgan bo'lsa, zo'r bo'lishiga sizga atigi 2,5 oy ketadi, chunki u уже ochib bo'ldi. O'sha yo'ldan tezda yetib olasiz, maza qilib. Sapfira rosa qiynalganda yo'lida. Nega kulyapman? Sapfira men ustozim juda ham qiyinchilik orqali o'lib qoldi, rak kasalligimi? Rak emas. Gepatit orqali kasallik orqali uyg'onganlarda. Ulardan keyingi shogirdlari osoniga uyg'onib olishdi. Hech nimani ko'rmasdan, sababi chunki Sapfira уже u yo'lni bosib o'tdi butun o'zbek xalqi uchun. Men unga boshim yerga tekkancha ta'zim qilaman. Shuning uchun meni zo'r bo'lib ketishimni sizlar xohlanglar. Chunki sizlar mendan ham zo'r bo'lib ketasizlar. Shogird ustozidan o'zib ketishi bu rost gap. Men o'zimda his qildim desam. Yo'q, rost gap, chunki shogird deganim eski ongda men uchun har biringlar o'qituvchisizlar. No rostdan ham shogirdda juda tez ketadi protsesslar. Juda ham oson bo'ladi hammasi. Nakleyka nima dedingiz? Minnatdorman har bittangizga, borligingizga, bugun men bilan birga bo'lganingizga, bugungi darsimizdan qoniqdinglarmi? Kam narsa bermadimmi? Prosta-chi o'zim charchashni boshladim. Charchash emas, qanaqadir ham ko'p bitta paytda o'zida ko'p narsa berib yuborsam, sizlar ham qiynalib qabul qila olmaysizlar. Qancha men bera olsam, demak shuncha sizlar qabul qila olasizlar. Shuning uchun haligi kunduzi qilsin darslarni dedingiz, kunduzi qilishga harakat qilaman. Menga ham kunduzi yaxshi. Siz yopishmang, zapisda bir xil energiya qabul qilinadi. Zapisda eshitib olasiz, eshita olmasangiz darslarni. Главное, o'sha kuni eshitib olsangiz bo'ldi. Idish-tovoq yuvib bo'lsa ham, tam kirib qo'yib bo'lsa ham, gruppaga ko'p kirib tursangiz, ko'p efirlar qilamiz. Mana shunaqa efirlar qilib поддерживать qilib turaman sizni. Uy ishlari faqat bitta uy ishi bo'ladi, u ham bo'lsa o'zingizni sevintirish, sevgiga to'yintirish. Shuning uchun lekin bo'ladi ishlash. Sapfirani ham sevamiz. Da, Sapfirani men o'lib qolaman desam, sevaman. Tak, zo'r bo'lib keting. Rahmat, ruxsat berganingizga zo'r. Men zo'r bo'lib ketishga o'zimga ruxsat berdim. No, har bitta ruh zo'r bo'layotgan bo'lsa, yagona Alloh, yagona Xudo, yagona potok, yagona mosh, yagona ruh zo'r bo'layotgan bo'ladi, rivojlanayotgan bo'ladi. Sizlar o'ylaysizlar, men ochgan qirralarim faqat o'zimda qolib ketadimi? Yo'q, hammada avtomatik atrofimda kim bo'lsa, kim xohlasa o'shanda ochilishni boshlaydi, xuddi shu qirralar. Shuning uchun men o'zimga cheksiz rivojlanishga, hech nimadan qo'rqmasdan, primoy там million подписчиков ketyapman desam, primoy hamma baxtliga o'zimga ruxsat berib yubordim, chunki bu faqat o'zim emas, hammamiz uchun harakatdaman. Rahmat sizlarga, shunaqangi zo'rsizlar. Bilmaysizlar desam, bilasizlar. Darslarning videosi qolmaydimi? Qoladi darslarning videosi. Bittasi qani moda. Bu moda-da bitta lizri. Mana shunaqa ziri anaqada bor. Merkaba uz magazinimda, onlayn magazinda spetsial sizlar uchun ham oldim. Nimadir o'zimga olsam, ay mana shu merkabachilarimga ham olaylik deb sizlarni ham o'ylayman. Voy mazza, shunaqa shirin suv. Qanaqa o'zinglarni his qilyapsizlar? Nima oldinglar? Давайте energiya almashamiz. Nima kelsa shuni yozing.
siz qancha ko'p o'zingiz bersangiz, ichingizda nima kelsa, ichingizda siqib o'tirmasdan bersangiz, shuncha sizda energiya aylanadi butun hayotingizda. Shuning uchun men onlayn retretim ishtirokchilariga ham o'rgataman. Ko'p gapirishni, berishni o'ylagan. Nimadir minnatdorchilik keldim, minnatdorchilik berish. Sevib ketyapsizmi? Voy, sevib ketyapsiz deb aytish, ya'ni nima kelsa yozish. Hammasini yozish, bitta narsa ichingizda qolib ketmasin. O'shanda sizda energiya almashinadi. Potokdan energiyalar yuradi, beriladi, u davom ettiraveradi, energiyasi shunda ko'payadi. Berish rosa muhim. Men yangi efirimda, yangi retretimda sizlarni sevimli kasbinglarni ham ochishini ustanovka qilib, ochilib ketishini, berishinglarni, umuman berish bu pulga ham ta'sir qiladi, pulinglar ochilib ketishiga berishga beraman. Plus nima edi? Asosiy urg'unim o'zinglarni shu ichinglardagi shifolanmagan, to'lmagan, to'yinmagan, xafa bo'lgan, qo'rqayotgan qismchalaringizni tinchlantirish, to'yintirishga ham urg'uni beraman yangi retretimda. Shuning uchun retretimga kelinglar desam. Cheksiz sevgi yengil yashashning mumkinligini, ilohiy suv, mazza, chaykalarni ovozi buncha zo'r. Men eshitmayman. Sevgisiz el. Sevgi oldik. Rahmat. Yana nima oldinglar? 40 tonnani o'zingizga bo'lgan tanlablar ketdimi? 40 tonna bo'lsa ham, 4 kilo bo'lsa ham ketdimi? Yengillashdinglarmi? Jahl chiqsa ham berish kerakmi? Da. Jahl chiqsa ham berish kerak. Tan olib, masalan, mana shu hamma energiyalar o'tyapti-yu. Mana shu ikkita qog'oz, mana shu qog'oz. Mana yana ikkita qog'oz. Mana atrofimizdagilar ham aslida shaffof nurda. Mana ham shaffof nurma. Bizning ichimizda hamma narsa o'tishi mumkin, lekin bizning shaffof nurimizga bu ta'sir qilmaydi. Bizga qanaqadir jahlda, kimdirga jahl bo'lyaptimi, u narsaga ishonmasdan chiqarish. Men hozir shunaqa narsalar mana orqali chiqyapti. Davay men shu narsa haqida gaplashib boraylik. Men hozir senga rosa jahlim, g'ashim teyapsan, nerimga teyapsan. Bu degani sen yomon degani emas, sen nursan, sen sevgisan. Mana shu energiyalarni davay kelishib olaylik, tan olaylik, gaplashib olaylik. Buni mana shu Estera yaxshi biladi. Unga aytish kerakki, tayyormisan? Agar xohishing bo'lmasa, to gapirmayman. Men odatda xohishni ham so'ramayman. Ruxsat so'ramayman. Zato ichingizda qaynab yotib, bu munosabatlarni chiritganidan ko'ra chiqib, bu munosabatlarni tozalagani yaxshi, tozalangani. Erim bilan menda butun 10 yil birgamiz, turmush o'rtog'im, turmushimga 10 yil bo'libdi, tushunasizlarmi? 10 yil oldin to'yim bo'lganiga. 7 yil davomida men ichimda rozi to'lib toshgan edim, ular ham to'lib toshgan edilar. Hammasini chiqarmagunimizcha biz turmush o'rtog'im bilan bundan haqiqiy shaffoflikka, haqiqiy sevgiga kela olmadik. Rosa ko'p bu vaqtda, lekin hammasini chiqardik. Jahlimizni ham, nafratimizni ham sanlab tashlagan vaqtlarim ham bo'ldi erimni. Undan keyin shunaqangi haqiqiy sevgi chiqadi. Samimiylik, izobilnilik his qildim, sevgisiz jonim, ochiqlik, soflik, yengillik, cheksizlik, yumor oldim. Yengil bo'lib qoldim. O'zingizga ishonchingiz cheksiz, o'zingizni erkin tutishingizga gap yo'q. Ancha o'zgaribsiz, menga yoqdi. Ancha o'zgaribman. Ozgina maqtayotgandek tuyuldingiz, erishganlaringizdan g'ururlanayotganingizdek tuyuldi. Da rossaliga maqtangim kelyapti. Butun dunyoga barallab maqtangim kelyapti. Tan olaman buni. Buni chiqarmagunimcha, agar shunga erkinlik bermasam, men asl sevgiga kela olmayman. Shuning uchun shu maqtanchiqlikni ham sevib, ko'pirtirib bo'lsam gapiraman. Balki qaysidir kun uspokoyitsa qilarman. Hozircha maqtangim kelyapti. Chidab bera olasizmi, Lotus? Men ham niyat qilib aytdimki,
qatnashishga retritimiz. Hozir men o'zim uchun ham bilib olay qachon boshlanishini. Chunki 1-avgust qaysi kunga to'g'ri keladi? Wow, yakshanba kuni ekan. Yakshanba kuni bo'lsa, как раз kunduzi bemalol 2-3 larda bo'lsa kerak. Men sizlarga guruhda yana e'lon qilaman. Shu kelayotgan yakshanba. Qaranglar, bugun chorshanba ekan. 1 2 3 4 5 kun bor ekan. Ulgurasizlar. Yozilishga. Azizim, siz O'zbekiston shu sohada oson yengil his qilib sevgi bilan o'sish yo'nalishini yaratdingiz. Wow, rahmat Quyosh. Haqiqiy Quyosh ekansiz. Quyosh yozibdi shunaqa deb. Efiringizdan keyin yashagim kelyapti, yana ham mazza qilib. Kech kirdim nega? Yakshanba kuni ko'rishguncha. O'lib qolsam ham o'taman. Chunki rosa hozir bu retritni 1-iyulda boshlashim kerak edi. Ilk oddiy kurs bo'lish kerak edi. Shunaqangi o'zgarib ketdim. Shunaqangi katta uyg'onishlar bo'ldi. Shunaqangi shartsizlikka ochildim, что bu kursni retritga aylantirib oldim. Bir oyga cho'zishga o'zimga ruxsat berib yubordim. Даже pullarni ham qaytarib berishga ruxsat berdim. Kimdir xohlamasa, bitta odam pulini, bitta dona odamni qaytarib oldi. U qiz boshqa sabab bo'yicha qaytarib oldi. Boshqa odam hech kim qaytarib olmadi. Minnatdorman cheksiz sizlarga. Pullarni qaytarib olganimga, chunki ishonchinglar uchun men o'zimdan borini berishga tayyorman. Так, endi sizlarning kommentariyalar. Shunaqangi bu kommentariyalar saqlansa qilmaydi-da. Ochil disk ancha yomg'ir yog'yapti. Ikkilanishlarimni bir qarorga olib keldi efir. Men ham niyat qildim retritga qatnashishga. Voy, rosa yaxshi reklama qilman-a. Reklama qilmasligim bu aslida yomon. Chunki shuncha odam shunaqangi ochilib ketsa, men reklama qilmasdan uyda uyalib o'tsam, har biringlar shunaqangi ko'p narsa bera olasizlar. Bu hayotga vселенная borliq kutib turibdi-da, aynan siz orqali namoyon bo'lishini-da. Agar siz reklama bermasangiz, siz borliq uchun juda ham yomon narsa qilayotgan bo'lasiz. Borliq uchun katastrofa bo'ladi, borliq xafa bo'ladi. Aynan masalan nazokat orqali nimadir produktlarni yaratgisi kelyapti. Efirni o'zida natija bor, super. Xursandman. Yengilman. Bugungi master-klass juda yoqdi. Sevgi. Mehrinigorni to'yiga borasizmi? O'sha zo'r savol bo'ldi. Sizga ko'p narsa ko'pkaga o'xshab retritda simiraman inshaalloh. Voy, juda ham yengil ashtim opam, ekkalamiz. Yuzlaringiz nurga aylanib qopsiz. Rahmat. Erib ketaman shunaqa maqtashlaringlardan. Ro'siliga meni aytdim-ku, ota-onam maqtamagan. Shuning uchun o'zim maqtamaganman. Shuning uchun hozir shu maqtovlarni maza qilib qabul qilaman, o'zimni maqtanishga ruxsat beryapman. Sizga agar nervingizga tegayotgan bo'lsa, demak siz ham shunaqa maqtanchiqsiz, lekin o'zingizga ruxsat bermayapsiz maqtanishga. Ruxsat bering maqtanishga. Ancha ochilib his qildim. Hamma shunaqa deb yozyapti. Yopiqligimni ham o'zim sevardim. Agar shu yopiqligim bo'lmaganda hozirchalik ochilmasdim. Qaysi mavzuda haqida tushuntirish bering iltimos. Voy, astag'firullah. Audio. Qaysi mavzu bo'yicha retrit? Qizib yonib ketyapman Gulshan, chunki siz olovsiz, olov. Seksi olovsiz Gulshan, shuning uchun yonib ketyapsiz. Kuchliroq bering-da. Nimani bering? Juda ham shirinsiz. Voy, rahmat. Borgim kelsa boraveraman.
bir-biringizga savol beryapsizlarmi, to'yga borasizmi deb. Tak, menga haligi savol yoqdi. Nima mavzuda bo'ladi? Retreat. Men bu retreatda o'zimga cheksizlik bermoqchiman-da bu kursda. Qanaqadir ham bir xil mavzularni qo'yib, mana shu mavzuda beraman deb o'zimga shartlik qo'ymoqchi emasman. Menda beradigan narsam juda ko'p, chunki во-первых, bolalarim bilan, turmush o'rtog'im bilan munosabatlarimni jannat chistotalariga o'tkazdim. Yana maqtanish deb o'ylayapsizmi, Lotus? No, masalan, oldin yerimga tegardi, baqirib yuborardim. Hozir baqirishsam ham вообще sevgida baqiriqlarim chiqyapti. Qizim kulib yuboryapti-da. O'zim ham kulib yuboryapman. Shu bolalarim bilan, erim bilan bo'lgan munosabatlardagi butunlay o'sha tajribamni bermoqchiman. Shuningdek, o'zim bilan, ruhim bilan, ming qarali cheksiz ruhim bilan ulanishni bermoqchiman. Uchinchidan, sevimli kasbim rosa maza qilaman. Misol uchun sevimli kasblarim ko'p. Bittasi bloger, ikkinchisi tam trener, uchinchisi retreat o'tkazish, jonli retreatlarning muallifi. To'rtinchisi oldi sotdi. Merkabos magazinida sotish. Просто men o'zim maza qilib kiygan olgan narsalarimni Toshkentga yuborish, ezoterik magazin. То есть cheksiz sevimli kasb. Bu juda muhim. Har bitta odamni berishi. O'zidan bu borliqqa aynan o'zi orqali berishi. Bermayotgan bo'lsangiz, o'zingizni tam elizingizdagi mukammal bo'lib keyin beraman desangiz, rosa xafasiz, cheksiz borlig'ingiz. Chunki aynan siz orqali shunaqa zo'r narsalarni bera oladi. Men bera olmaydigan narsani aynan siz bera olasiz. Shuning uchun shu sevimli kasbiga bo'yicha ham bo'ladi. To есть sizlarni yurg'izib yubormoqchiman. Keyin o'zi bu master klass tabiiylik va ayollik master kursim bor edi. Oldin u retreat emas, oddiy kurs. U yerda tabiiy himoyalanish metodim, hech qanaqa spiralsiz, gormonal dorisiz himoyalanish hamda homilador bo'lish metodim bilan bo'lishgan edim. Tabiiy yashash sirlarim bilan. O'sha tabiiy yashash sirlarim bilan bo'lishaman. O'sha kursni sovg'a qildim har bitta retreat ishtirokchisiga. Va bu ikkinchi tabiiylikda korreksiya qilib turaman. Sizlar ham hayotingizga shuni olib kirib olishinglar uchun. Chunki matkada temir bor bo'lishi, matkada gormonlar bor bo'lishi bu juda ham katta ta'sir qiladi bizani nastroyeniyamizga, ruhiyatimizga, energiyamizga. Matka bizani ikkinchi yuragimiz hisoblanadi. Bittasi bu yoqda bo'lsa, ikkinchisi matkada va o'sha aynan matka orqali biz juda ham kuchli yaratuvchanlik energiyasini biz hamma narsani matkamizdagi seksualnost orqali yaratamiz. Ilohiy energiya orqali. Seksualnost bu ilohiy energiya. Shuning uchun mana shu matkada ayollarda, kamroq ayollarda temir bo'lsin deb shu haqda ham shu metodim bilan ham bo'lishaman. Tabiiylik va ko'p narsa bilan berayotgan ekanman, qaranglar. Gormonal dorilar ham katta ta'sir qiladi. Sizni o'zingizni tabiiy ilohiy gormonlaringizni yetishib chiqishiga xalaqit beradi. Shu haqida u kursda men mustaqil shug'ullanasiz, chunki kursni sovg'a qildim. Bu kurs davomida korreksiya qilib turaman. To есть sizlarda tushunmaydigan joyinglar bo'lsa, shularni tushuntirib boraman. Tabiiylik kursida retreatda biz o'zimizga ishonch bilan ishlaymiz, cheksiz ishonch bilan. Keyin eslab oling. Aslingizni eslash bilan aslida o'zi kimsiz siz. Bu narsani bilish boshqa, eslash, ichingizdan uyg'onishi boshqa. Juda ko'p anaqa bilan ishlaymiz. Men o'zim mana shu oxirgi oylar rosaligam o'zimni shifoladim. Agar hozir meni ochilib ketibsiz deb 20 tacha odam yozdi. Oddiy sirim bu, men o'zimni shifoladim. Har bitta qaramni, har bitta energiyamni to'yintirdim, sevdim har bittasini. Va
har bittasini ishladim, har bittasini to'g'irladim, illyuziyani haqiqatga to'g'irladim. Shuning uchun mana shu bilan shug'ullanamiz. Ya'ni sizni yagona Xudo, yagona ruh, yagona Alloh, yagona yaratuvchi, yagona birlik energiyasi bilan, aslimiz bilan, asl tabiatimiz energiyasi bilan shifolash bilan shug'ullanamiz. Чтобы sizda уже qorningiz ochmaydigan bo'lib qoladi. Bizda mamasini o'z qornim umuman ochmaydigan bo'lib qoldi, chunki menda asosan shu bizani ochiqqan energiyamizni qorni ochar ekanda. Agar biz o'zimizni butkul qornimizni to'g'izsak, o'sha energiyalarimizni butkul sevib tanasak, o'sha qorin ochmay qolar ekan. Umuman men shunaqa ochopat edim, yesam to'ymaydigan qiz edim. Hozir bir qoshiq ovqat yesam 24 soatlik energiya, bitta olmadan 24 soatlik energiya olaman. Siz ham agar ozmoqchi bo'lsangiz, menga o'xshab kursimga keling, o'sha ovqatni. Lekin rostdan ham ovqat yegim kelsa xursand bo'lib ketyapman, chunki borib yeyapman yugurib. Ovqat yegim kelmaganida ozayotganimni his qilaman. No ozg'inlik menga yoqadi, yengillik. Chunki semirganimda rosa og'irlashdim, yurishim og'irlashdi. Qornimda lishniy 3-4 kilogramm paket bordek tuyuldi-da, xuddi. Shuning uchun yengillik, yo'qlik, uchib yurish menga yoqadi. Вот. No, shu bilan ham shug'ullanamiz. Ya'ni ovqatga tortmay qoladi. Ozmoqchilarga bu narsa. Rahmat, gapirib oldim bugunga bunaqa haqida. Tak, minnatdorman menga eshiting. Давайте, endi sizlarni eshitamiz. Sizlar menga yuboringlar. Kim bilan gaplashishim kelganini. Qani Estera, siz gapirmoqchi edingiz? Bugun men umuman bez maska gapiryapsiz. Balki maska bordir, bilmadim. Yengil energiya bor sizda. Da, jannat energiyasi bor menda. Sevaman hammamizni, men ham hammamizni sevaman. O'tgan yil har bitta kommentariyalar rasmga olgim kelyapti. Bu normalmi? Qarash 10 minutimiz bor ekan. Kim gaplashgisi kelsa yuborsin, menga zaпрос. Sizga 10 minut vaqt. O'tgan yil retretingizda qatnashganimda ajoyib edingiz, yoqtirib qolganim sizni. 1 yil o'tibdi, Turkiyaga ko'chib borgandan keyin yanada moshni ochilib, yana ham yorqinlashib, sevgiga lim-molim to'libsiz. Rahmat. Jiddiy menga yoqimli bilan eshitish, chunki aytayapman, meni kam odam maqtagan bolaligimda. Shuning uchun maqtovlar eshitib o'zimni to'yintiryapman. Maqtanmaslik o'zini tan olmaslik emasmi? Da, o'zimni tan olmagan qismlarim, qirralarim bor. Qaysidir qirralarimni tan olganman, lekin qaysidir qirralarim tan olinmagan meni ham. O'shalarni maqtanish orqali yoki maqtov eshitish orqali tan olaman. Qaysidir moment bu ham ketadi menda. Maqtanishga arziysiz jonim. Rahmat, judayam minnatdorman. Ruxsat berganingizga, yo rostdan ham. Chunki nervingizga tegishi mumkin maqtanchiqligim. Bu tabiiy. Sizda katta o'zgarishlar ko'ryapman. Tabiiylik, shartsizlik, erkinlik gap bo'lishi mumkin emas. Menga ham yo'qsin. Rahmat, siz shuni ko'ra oldingiz. Demak, sizda bor shu narsa. Men shuni faqat qaytarishni charchamayman. Men ham spiraldan voz kechdim. 1 yil bo'ldi, rosa oson ekan. Молодец, Shahribonu. Rosaligam retrit kuchli bo'lishini his qildim. Nimadir qiling, men o'zgaray. Ato rasmdagi bir xil chiqib qoldim. Retrit rosa kuchli bo'lishini his qildim. To'lov qilgandan beri уже мощный protseslar boshlandi. To'ppa-to'g'ri. Eliz balog'at paytida gormonal narushение bo'lishini sabablarini ayta olasizmi? Bu sevgisizlikdan, juda qattiqlikdan matkani shifolash initsiyasini ham beraman. Yangi retritimda matkani shifolash initsiyasi.
Jonim, rahmat borligingizga. Safi, sizni ko'rganimdan xursandman. Borligingizga rahmat. Siz mansiz. Hozir shu juda kerak. Hozir initiatsiya ham berasizmi? Mani turgan bitganim o'zi initiatsiya. Yo'q, Zarnigor Oltinova. Initiatsiya bu nima? O'zi. Siz orqali chistatalarni gapirishi, juda yuqori chistatalarni gapirishi, birlik chistatalarni. Bu обязательно qaysidir so'zlar emas. Elizis energiyasida mana energiyamda mana shunaqa kelyapti. Sapfir energiyasida unaqa keladi. Kim qanaqa bo'lsa, men orqali rosaligam yumorni ular men orqali meni uyg'ongan qismlarim, kelajakdagi qismlarim men orqali hozir gapirishyapti-da. Initiatsiya bu aynan shu, когда siz qayerdadir o'qigan narsangizni gapirib berishingiz, qayerdadir yodlab olgan narsangizni gapirishingiz emas. Siz orqali jannatda gapirishi, siz orqali oltin sivilizatsiyalarni gapirishi. Turgan bitgan. Bugun ham initiatsiya qabul qildingiz. Bugun tushlaringizga e'tibor bering. Qanaqa tushlar ko'rasiz? Bugun sizlar bilan ishlashadi. Ancha ozgansiz, zo'r ozibsiz, rasmlarni ko'rib e'tibor berdim-da. Rosa. Meni savolimga javob bering. Savolingizni yana yozing. Farishta energiyasini ko'rdim. Juda ham go'zalsiz. Rahmat. Sizlar ham go'zalsizlar. Juda neudobno bo'lib qoldim. Kamuflash nima uchun, nima qilish kerak? To'yintirmagunizcha uxlashga siz yo'q narsani bor qila olmaysiz. Shuning uchun xohlagancha uxlashga ruxsat berish kerak biz o'zimizga. Faqat to'ymagunimizcha uyquga torttiradi. Kurs uchun maxsus bomba yangilik qildim. Spiralni nihoyat oldirib keldim. Spiralni oldirib kelibdi Gulshan. Boyga благодарю desam. Rahmat, просто men uchun rosaligam bu katta narsa. Bitta ayollar bo'lsa ham spirali tushsa, chunki bu katta ta'sir qiladi hayotiga. Initiatsiyani etdim. Initiatsiya degani juda ham sof energiyalar men orqali gapirishi. Men sizni kanalingizni kuzatib maza qilaman, ishonchim ortadi. Rahmat. Rosaligam xursandman. Siz juda ham samimiy inson ekansiz. Chin ko'nglimdan yaxshi ko'rdim sizni. Sadiya, meni nosamimiy deb o'ylamaysiz. Lekin nosamimiy ham bo'lib beraman. Men orqali hamma narsa o'tishi mumkin. Tushunasizlarmi? Menga bitta obraz qilib qo'ymanglar, obrazim yo'q. Men o'zim tushunmayman o'zimga, kimligimga, qanaqaligimga, chunki bu tayna razdanya. Bu sir, eng katta sir bu inson. Erim bilan kunda urushamiz, nimaga deb o'ylaysiz? Sizni ichingizdagi urushayotgan energiyalaringiz urushadi aslida, uni energiyalari. Bir-biringlar bilan urushasizlar. To'yinmagan, og'riqqan, shifolanmagan sushnishlaringlar urushadi. Hozirgi qilayotganingiz haqida ham gapiring. O'zingiz nimalar ishlayapsiz? Hech nima qilmayapman, faqat o'zimni to'yintiraman. Sevgida, moshniy bu praktikani sizlar bilan ham qilaman retritda. O'zim qilayotgan narsalarni. Nima uchun asabiylashamiz tez? Men o'zimni rosaligam qidiryapman. Kursdan javob topa olamanmi? Sizga nima kerak bo'lsa, shuni topasiz bu kursdan. Sizga aynan ruhingiz nimani istasa, shuni topasiz. Men sizga hozir bitta narsani aytib qo'yishim mumkin, lekin siz mingta narsa topishingiz mumkin o'zingizda. To есть, shuning uchun men hozir chegaralagim kelmayapti. Zulayho, Kamolaxon, rosa bir savol ketdi. Nega qachon homilador bo'lasiz? Shu savol ichimdan chiqyapti. Hozir xohlamay qoldim homilador bo'lishni. Negadir. Xohlasam bo'la olaman. Og'rigan joylarimiz bilan ham ishlaymiz. Bu zo'r savol berdi Gulbahor. Imенно ular bilan ishlaymiz. Ularni to'yintiramiz. Minnatdorman Elizis, sizga qarab odamni yashagisi kelyapti. Men ham sizlarga qarab yashagim kelyapti. Mana oshqozonim og'riydi, og'zim yomon hid chiqadi, uyalaman.
nega kuldim bilmayman o'zim. To'g'risi aytdim-ku, men hamma narsa bo'lib berishim mumkin. Sizni sevamiz. Retritdan so'ng prямой efir qilishga erishdim. Super Gulzada, siz super. Qaysi retritdan keyin? Siz yarim kunlik retritga keldingiz, jonli retritdan keyin, ha? Ты super Gulzada, я тобой горжусь. Initiatsiya bu ilohiy ruhni eslaganlarini gapirishi. Da, bu ham zo'r javob. Qalbimiz og'ritgan qanday qilib kechirish mumkin? O'zimizni kechirish orqali. Bir ham beg'ubor sanab shunaqa ochiq bo'lish xohlayman. Xohladingizmi deb bo'ladi bu kun. Bu Xudo ko'rgan ekanman. Ba'zida erkinligingizni tushuna oldim keyin. Lotus вообще ajoyib inson ekansiz. Shunaqa neobычный narsalar yozib olasiz, men sizni tushuna olmayapman. Lekin bu zo'r holat, tushuna olmaslik. Nosamimiy demoqchi emasman. Men psixologiyasini kanalingizga endi kirdim. Sizga kirib qiziqishim oshdi. Sadiya, rahmat. Milo Firuza Rahmanova. Siz bir so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan ilohiy ruhsiz. Hammamiz shunaqa ilohiy ruhmiz. Har birimiz shunaqa bir so'z bilan ta'riflab bo'lmaydigan. Mana zapros. Ziyora Karimova bu kim ekan? Tak. Jannat ongiga ne o'qish xohlamadingiz? Jannat ongini o'sha bitirib bo'lganman. Men jannat ongini emas, boshqa kursni, rus tilidagisini o'sha bitirib, tugatib bo'lganman. Har qilayotgan qiliqlaringiz o'ziga yarashib turibdi, jonim. Oy, rahmat, erib ketyapman sizlarni. Целую вас и прикасаюсь вашего сердца. Так, все. Смотрите этот запрос, посмотреть запрос, выйти в прямой эфир. Так. Давайте запрос beringlar. Hozir tugaydi efirim. Shu bilan hammalarga minnatdorman birga bo'lganingizga. Iloji bo'lsa Telegram kanalimda tagida efir qanaqa bo'lganini yozinglar, chunki mana bu yerdagi kommentariyalar o'chib ketadi. Man sizlarga minnatdor bo'laman. Minnatdor bo'lishim o'zi hayotingizga yaxshilanadi. Просто energiyada bu. То есть даже o'sha minnatdorchilikka etmasangiz ham his qilsangiz kimdirga nisbatan o'sha odamga yo'l ochiladi. Man sizlarga juda ham minnatdor bo'laman. Yozsanglar efirdan keyin o'zinglarni qanaqa his qildinglar, nimani angladinglar, nima kelsa shuni yozinglar, nima kelsa. Hech qanaqa ramkasiz. Telegram kanalimda tegida, videoni tegida. Ba'zida tak, endi yangi retrit jannat ongi bilan o'xshash tomonlari bormi? Yangi retrit bu jannat ongini davomi. Yo, rostdan jannat ongidagilar uchun bu retrit juda ham foydali bo'ladi. Qotib qolgan joyinglardan silaysizlar. Qizlar ko'ngildan keyin qilib ishonchli treninglar qatnashaversanglar bo'ladi. Cheksiz natijalar tamomlaysiz. Retritni ishonaveringlar. O'zimni boshimdan o'tkazganman. Nodira Begim. Shunaqa minnatdorman. Sevaman, minnatdorman. Что-то men zaprosni tushunmadim. Aminora Dessa. Bizda eriz tezlikda ketayotganini his qildim. Wow, все. Давайте kimdir gapirsin. Men bu efir audiosini anaqaga qo'yaman, Telegramimga qo'yaman. 2 qismdan iborat. И videosini ham qo'ysam kerak. И bo'ldi. Kimdir eshitgim kelyapti. Давайте kimdir eshitaylik, tushunmayapman jonim. Da Safi. Mana qarang, Safi sizga ham yubordim. Zapros. Men sizga zapros yubordim. Hozir vaqtimiz tugaydi. Nima? Давайте endi sizlar bilan gaplashaman.
Kamolaxon yozdilar, hamma badanim qichivyapti. Hamma ilohiy jarayonlar sizlarda bo'lyapti, nima bo'lsa ham. Qaranglar, men tushunmadim. Sizlarga zaпрос yuboryapman, nimaga sizlar menga javob bermayapsizlar? Mana yubordim Estera. Sizlar молодецsizlar. O'zinglarni sevarkansizlar har biringlar. Chunki kimdir osh-ovqatga kirib ketdi, kimdir tam boshqa narsalar bilan xohladi efirda qatnashish, lekin o'ziga ruxsat bera olmadi. Lekin eng o'zini sevadiganlar qopti bu yoqda. O'zinglarga shunchalik 80 minut ruxsat berdinglar. O'zinglar bilan birga bo'lishga. Men yo'qman. Faqat siz borsiz hayotingizda. Men orqali faqat смотри. Эстера не может присоединиться. Почему? Давайте, kimdir qo'shilsin. Men dam olisizlarni eshitdik. Nima bo'lyapti? Qarang, Safa. Estera sizlarga yubordim-da, nima bo'lyapti sizlarda? Balki nimadir noto'g'ri qilyotgandimiz. Nimadir meni zo'r anglash bo'ldi, Telegramda yozaman. Yozing. Qancha anglashinglarni yozasizlar-yu, u kichkinagina anglash yanada kengayadi. O'zingiz anglash yozayotganingizda yana yangi narsalarni anglab olasiz. Shuning uchun rosa yozish kerak. Qaranglar, o'zi tugab qolishdan qo'rqyapman. Prямой efirga hech kim kerak emas ekan shekilli. Ne, juda ham energiyaga boy efir bo'ldi-da. Hozir menda prямой efir qilib intervyu sifatida olmoqchi edim-da, sizlar bilan gaplashmoqchi edim. Bo'lmayapti. Nimagadir ham. Haqiqatdan ham anglashib bo'lishgani yana ham zo'r anglashda keladi. Mana. Посмотреть запрос, выйти прям. Все, я поняла. Hozir bo'ladi. Biz Gulshan bilan gaplashamiz. No. Mayli, shu efir tugaguncha birga bo'laman sizlar bilan. Keyin ovqatlangandan ketaman. Qancha qornim ochmadimi? Ochdimi? Onlayn retritda hamma narsani bergim kelyapti. Yangi retritimda hamma narsani, ham bilim, ham initiatsiya, o'zimda nima bor bo'lsa, o'shani bergim kelyapti. O'zimdagi hamma natijalarimni bo'lishim kelyapti. Qancha men o'zim berib yuborsam, o'zimdagi hozir bor hamma narsani sizlarga berib yuborsam, sizlarni hayotingizda bu ishlash boshlasa, men yana yangilarga ochilaman. Men yangi undan boshqa informatsiyaga ochilaman. Shuning uchun 2 oy shoshilmasdan bemalol bergim kelyapti. O'zimni shoshiltirmasdan, shartsiz.
Keyin yangi prof kursimga tayyorlanaman. Prof kursim blogerlik kursi bilan ham bitta bo'lib ketadi. Ya'ni pul tomonidan hamma tomonlama master sifatida ochilish, berish, auditoriya bilan ishlash, auditoriyani bilan bitta sliyaniya bo'lish, ko'paytirish auditoriyani. Birinchi o'zimnikini ko'paytirib olishim kerak. Ungacha ko'paytirib olaman. Pulda cheksizlikka erishish, $50,000 chiqish. Hozir shu summa keldi menga. Bu bemalol. Chunki siz $50,000 energiya bera olsangiz, borliqqa sizga $50,000 energiya kirib kela oladi. Orqasidagi qanaqa o'yinchoq? Qizim o'yinchoq. Так. Посмотреть запрос. Выйти. Вот. Shu narsani bermoqchiman. O'zim ham bilmayman yana nimalar beraman. Yagona ruh nima desa, o'shani beraman. Chunki yagona ruh bu har birimiz. Sizlarga eng kerakli narsalar beriladi. Orqasiga qanaqa? Aynan shu mavzu kerak edi. Minnatdorman. Qatnashmasangiz ham xafa bo'lmang. Qatnashmasangiz demak sizga kerak emas ekan. Endi prosta jimjitlikda bo'laylik. Bir-birimizni his qilaylik. Sizlarni eshitmoqchi edim, lekin bo'lmadi prямой efir. Men tushunmadim. Zoom'da bemalol bo'ladi. Zoom'da har biringlar masterga aylanasizlar. Sizlar orqali butun guruh ochilishi boshlaydi. Shuning uchun Zoom platformasida video orqali qilamiz, u yerda ko'p gaplashamiz. Bir-birimiz bilan sizlarni gapirtiraman. Gapirgisi kelganlarni, gapirgisi kelmaganni gapirmaydi. O'zinglarni majburlamaysizlar, og'ritmaysizlar. Yaringlarni, misol uchun kimdir videoga tushishdan qo'rqishi mumkin. Ular videosini ochib qo'yishi mumkin. Конечно, ochsa, videosini yoqsa, juda ham kuchli tan olish bo'ladi ularda. Shuning uchun yangi onlayn retrитdan 1-avgustdan 1-oktyabrgacha именно Zoom'da qilaman. Da, keyingi darsimiz Zoom'da bo'ladi. Vaqtlari ham cheksiz bo'ladi. Vaqtsizlikda uchrashamiz. Sayohatda o'zidan ham o'tib boraveraman efiri. Men sayohatim 5-avgustdan 9. Turkiya bo'ylab sayohatlarga ochilaman. Umuman borsa kelmas joyga ketyapman. Turklar o'zi bilmaydigan joyga menimcha. Lekin moshni место силы bo'ladi u yerda. Balki bu yerdan ham efir qilaman. Bolajonlar qayerda? Bolajonlar hozir ko'chada. Arxiv aylantirgan olib chiqib ketdilar. Efiri bemalol o'tkazib olishim uchun. Ular borligidan bemalol o'tiraman. Именно shu payt chiqilgisi kelib qoldi. Bu bizlar uchun plus. Chunki o'zimman faqat uyda. Shovqin yo'q. Вот. Endi shu Instagramimda sekin-sekin полностью bu yerga o'tib olaman. Ziyora Nurni tark etaman. Step by step. Qarayman, hozir принять запрос от Estera dedim-da, lekin bo'lmadi. Prямой efirga chiqa olmayapsiz. Nima bo'ldi sizda? Men sizga hozir принять запрос qildim.
O'lim haqida ko'p eslayapsiz. O'lib qolsam ham dars o'taman, borsak emas joy. Ну и что? O'lim mana orqali sevgiga to'yinyapti, o'lim energiyasi. O'lim yomon narsa emas. O'lsam davom ettiraman yo'limni. Hozir qaysi cheksizlikka kelgan bo'lsam, xuddi shunaqa cheksizlikdan davom etaman. O'limdan qo'rqish kerak emas. U illyuziya. Shuning uchun o'lim haqida 100 marta gapirishga tayyor. Istanbulda jonli ko'rgim kelyapti. Kamolaxon, yaqinda retrit qilyapmiz 22-avgustda. Jonli retrit Istanbulda, keling. Minnatdorchiliklar qani? Bu efir necha minutli bo'ldi ekan? Интересно. Qaranglar, hozir уже 53 minut, menimcha 7 minutdan keyin efirimiz tugadi. Demak, sizlarni eshitmas demak, Ziyodaxon, master psixolog agar siz meni kritika qilgani kelgan bo'lsangiz, to kritikadan sal chiqibroq keyin keling. Bu efirda faqat meni maqtaydiganlik qilgan hazillashyapman. No, ixlosingiz menga past bo'lsa, lutshi menga hozircha qatnashmay turing. Chunki men siz bilan uchrashaman yana. Birga bo'lamiz. No, menimcha hozir emas, chunki siz hozir faqat tanqid ko'ryapsizman-da. Bu sizning natijangizga ta'sir qiladi. Siz tanqidlaringiz menga ta'sir qilmaydi, menga tegib quyoshga aylanib ketadi, eritib yuboraman. No, sizga ta'sir qiladi bu. Sizga qaytadi juda ham kuchli bo'lib. Sizning opa-singlingiz yoki aka-ukangiz bormi? Da, meni akam bor, ukam bor. Bo'ldi, bitta qizman. Bitta yolg'iz qizman. Akam bor, ukam bor. Akam ikkalasi ham chet elda yashashadi. Благодарностsiz anaqa sug'urib oldimmi? Men ham sizlarga juda minnatdorman, to'g'risini aytaman, chunki men o'zim ham bu efirni yana qaytib eshitaman. Sababi men o'zim nimadir kichkina narsani bermoqchi bo'lsam ham berayotganimda ko'payib ketadi va yangi narsani bergan bo'laman sizlarga. O'zim o'shani eshitib, o'zim yana qayta ochib yuboraman-da. Shuning uchun bu efirni уже mana 2 minut qoldi. Tugataman sekin. Minnatdorman sizlarga. Men sizlar bilan birga, sizlar meni rosa ochasizlar, men ham sizlarni rosa ochaman. Bir-birimizni ochamiz. Ribassa. Men ham sizni tanqid qilgandim bir vaqtlar, jinniman. Hozir menda yo'q bo'ldi, hammasi erib, pul to'lab o'qimoqchiman. Men ham jinni bo'lishga tayyorman endi. Mana shu kommentariyni Kamolaxon yozib oling, это просто bomba. To'g'risi bomba. Вообще. Брамас. O'zim qo'rqdim gapingizdan. Благодарю, men ham minnatdor qolib ota-onangiz so'zlarini erkin qo'yganlar. Yo, ota-onam mana shunda o'shaganlar energetik bizani. Jonim, iyki varsiniz. Sofiya, yaqinda ko'rishamiz siz bilan, Sofiya. Tezroq keling Istanbulga. Благодарю. Diyora, sizni shartsiz qabul qildim. Minnatdorman jonimni, sevaman, borimiz beramiz, sevaman barchamizni. Men ham hammamizni sevaman. Sizlar supersizlar. Sizlar bilan men yayradim. Sizlar sababli ochildim. 20 sekund qoldi. Borini yozdim. Shunaqa maza qildim. Vot, mana shu narsa. Borini yozing. Yaxshi narsa yomon narsaga bo'lmasdan. Yomon narsa ham yaxshi narsaga aylanib ketadi. Telegramda yana kutaman sizlarni. Anaqalarni, odzivlarni.